Samarqand shahrida sun'iy intellekt sohasidagi yirik tadbirlardan biri Milliy AI Hackatonining navbatdagi bosqichi start oldi. 20-23 yanvar kunlari o'tkazilayotgan mazkur loyiha yosh IT mutaxassislarini jamlab, ularning innovatsion g'oyalarini amaliy loyihalarga aylantirishni maqsad qilgan. Loyiha Raqamli texnologiyalar vazirligi tashabbusi bilan Sog'liqni saqlash vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi, IT Park O'zbekiston hamkorligida amalga oshirilmoqda. AI Hackathon 5 ta yo'nalishda amalga oshirilmoqda. Bu ta'lim, tadbirkorlik, kiberxavfsizlik. Bu juda ham aktual yo'nalishlar va ushbu yo'nalishlarda o'zlarining yechimlarini berishadi. Ushbu Milliy AI Hackathon musobaqasida ishtirokchilarga mutaxassislar tomonidan sohaga doir tushunchalar berilib, ishtirokchilar tomonidan berilgan savollariga esa batafsil javoblar berishmoqda. Hackathonning bosh homiysi va strategik hamkori sifatida Uzum milliy raqamli ekotizmi, shuningdek mamlakatimizdagi yetakchi IT kompaniyalar faol ishtirok etmoqda. Bugungi sun'iy intellekt tadbiri eng ustuvor nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda bo'layotgan eng dolzarb masalalarda, ya'ni tibbiyot, ta'lim, raqamlashtirish, kiberxavfsizlik yo'nalishlarida, tadbirkorlik yo'nalishlarida bo'lib o'tyapti. Har bitta yo'nalish bo'yicha, 5 ta yo'nalish bo'yicha bitta g'olib tanlanib olinadi. Ularni startaplariga investitsiya jalb qilishlari mumkin Yoshlar Ventures orqali va turli xil qimmatbaho sovg'alarga erishadi. Milliy sun'iy intellekt hackatonining birinchi bosqichi 2025-yil oktyabr oyida start oldi va loyiha 2026-yil oxirigacha respublikaning barcha hududlarini qamrab olgan holda davom etadi. Tanlagan yo'nalishimiz tibbiyot va xavfli kasalliklarni erta aniqlash. Bu bo'yicha qanaqadir tayyorgarliklar qisman ko'rib keldik. Endi shu yerda beriladigan yo'nalishlar va muammolarga qarab loyihamizni shunga moslashtirish niyatida hozir shu yerda qatnashyapmiz. Hackathonning yakuniy bosqichi 2026-yil dekabr oyida Toshkent shahrida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Maftun Obaydullayeva, Bahrom Abdullayev, Ovoza informatsion dasturi uchun Samarqanddan.